Men Mandavita Buxatu tumanida Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 2-chi maktab boshlang'ich sinf ta'limining 100 toifali o'qituvchisiman. Boshlang'ich til fanidan 1-sinflarda qanaqa so'rovlarga javob bo'ladigan so'z turkumlarini tushuntirishda qo'llagan usullarimni ko'rsatib bermoqchiman. Masalan, o'quvchilar darsni o'zlashtirib olishlari uchun men ular sevgan qahramon Surat Qimmat detlarining bosh qahramonlarini oldim. Qimmatga ta'rif beramiz va Zuhratga ta'rif beramiz. O'quvchilar o'zlari o'qib tushungan va ega bo'lgan xulosalarga ko'ra bu ikki qahramonga o'zlarini ta'riflarini beradi. Zuhrat qanday? Mehnatsevar, chiroyli, xushmuomala, odobli, saxiy. Qimmat qanday? Injiq, narkesa, ochko'z, qo'pol, tambal. Mana shunday qilib qanaqa so'rovlarga javob berish mumkin bo'ladi va o'quvchilarda eslab qolish qobiliyati rivojlanadi. Va ikkinchi usulimiz kataklarga, demak kataklarga biz tegishli suratlarni qo'ygan holda savollar beramiz. Qanday olma? Qizil olma. Qanday olma? Sersuv olma. Qanday olma? Chiroyli olma yoki qanday ko'ylak? Chiroyli ko'ylak, pushti ko'ylak. Qanday ko'ylak? Gulli ko'ylak deb savollarni berib mavzuni tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Shapka, qanday shapka? Qizil shapka. Qanday kapalak? Chiroyli kapalak. Qanday ayiqcha? Kichkina ayiqcha usulida demak tushuntirib mavzuni o'quvchilarni yaxshi o'zlashtirishlari uchun demak tushuntirib bersak bo'ladi. Demak, bolajonlar, sifat narsaning belgisi, holati, rangini bildirgan so'z turkumidir. Savollar esa qanday, qanaqa va qanchalik deb savollar berar ekanmiz. Masalan, oq qog'oz, baland bino, shirin meva.